Tunji qitim Quyoshga o'xshaydigan bir yulduz sayyoralari bilan rasmga tortildi. Bizdan taxminan 300 yo'riqliq yili yiroqlikdagi bir turg'un yulduz atrofida aylanayotgan sayyoralar bilan qo'shilib suratga tortilgan bo'lib, bu tarixda tunji qitim bir yulduzning sayyoralari bilan birga ko'rilishi ekan. Yevropa Janub rasadxonasida xizmat qilayotgan tadqiqotchilar VLT nomli teleskop orqali bu muhim bayqashni o'ttirib qo'ygan. Tekshirish dokladida bu qurilmaning Quyosh sistemasiga o'xshab qoladiganligi, bu sistemada bir don yulduz va uning atrofida aylanayotgan ba'zi sayyoralarning borligi o'ttirg'a qo'yilgan. Bu yulduz yer sharimizdan 300 yo'riqliq yili yiroqlikda bo'lib, 17 million yoshda ekan. Mazkur yulduz bilan uning sayyoralarining orliqi Quyosh bilan yer sharimizning orliqidan taxminan 160 dan 320 hassagacha cho'ng ekan. Tekshirishlarda ko'rsatilishicha, mazkur yulduz Yupiterning eg'irligidan 14 hassa cho'ng bo'lib, ancha cho'ng yulduz hisoblanmaydi ekan. Xitoy Tianwen-1 Mars planiga oid tunji raketasini qo'yib berdi. Xitoy Marsni tekshirish maqsadida yo'lga qo'ygan Tianwen-1 planini rasmiy boshlagan bo'lib, bu planning muqaddimasi sifatida olam bo'shligiga tunji raketasini qo'yib bergan. Arab Birlashma Xalifaligining Marsga tekshirish apparati qo'yib berishidan keyin Xitoymo Chang'e 5 ismli raketasini Janubiy Xitoy dengizidagi Xaynan orolidan qo'yib bergan bo'lib, bu apparat Marsga qo'nib tekshirish olib bormoqchi ekan. Ammo Xitoyning bu raketa qo'yib berishi boshqacharoq bo'lgan. Normalda SpaceX va NASA qatorliq olam tadqiqot organlari raketa qo'yib berganda naq maydon orqali dunyoga e'lon qiladi. Ammo Xitoyda bundoq bo'lmagan bo'lib, bu to'g'riliq hatto rasmiy bayonotmi berilmagan. Kishilar bu ishdan Xitoydagi Weibo qatorliq ijtimoiy uchur vositalarida ham bahrilangan videolar orqali xabar topgan. Olamning hozirgacha bo'lgan eng cho'ng 3 o'lchamli xaritasi shakllantirildi. Dunyoning har qaysi joylaridagi 30 institutdan kelgan yuzlarcha astrofizikchilar koinotning hozirgacha bo'lgan eng cho'ng 3 o'lchamli xaritasini e'lon qildi. Mazkur xaritani tayyorlash jarayonida 4 milliondan ko'p yulduzlar sistemasi bilan birga odatdan tashqari yo'riq, g'oyat zo'r energiyaga ega yulduzsimon jismlarning tadqiq qilinganligi qayd qilindi. Arab Birlashma Xalifaligi Marsni tekshiradigan apparatini qo'yib berdi. Arab Birlashma Xalifaligi Qizil planet Marsning atmosferasi va iqlimi haqida tekshirish olib boradigan sun'iy hamrohini qo'yib bergan bo'lib, bu sun'iy hamroh kelar yilning boshlarida Marsning orbitasiga kirdi ekan. Arab Birlashma Xalifaligi eg'irligi 1,3 tonna keladigan Umid nomli sun'iy hamrohini Marsga chiqarish uchun Yaponiyaning Tanegashima olam bo'shliqi bazasidan H-2A raketasi orqali qo'yib berdi. Bu sun'iy hamrohning vazifasi Marsning klimati va atmosferasini tadqiq qilish bo'lib, 2021-yili 2-oyda Qizil planet Marsga yetib berishi umid qilinayotgan bu tekshirish apparati Mars atmosferasining ko'p qismini va Marsda qanday bo'lib suvning yo'qolganligini aniqlashda muhim sonliq ma'lumotlar bilan ta'min etadi ekan. NASA va ESA Quyoshning hozirgacha bo'lgan eng yaqin ko'rinishini ham baholadi. Davlatlik Avasiya olam qatnashi idorasi NASA va Yevropa olam qatnashi idorasi ESA Quyosh orbitasi deb atalgan, Quyoshga eng yaqin uchib borgan sun'iy hamroh tortib olgan Quyoshning hozirgacha bo'lgan eng yaqin rasmini ham baholadi. O'tgan yili 2-oyda yer sharidan qo'yib berilgan Quyosh orbitasi nomli sun'iy hamroh 6-oydan boshlab Quyoshni aylanib harakat qilishga boshlagan bo'lib, mazkur sun'iy hamroh Quyoshdan 77 million kilometr yiroqlikda ekan. Venera bilan Merkuriyning orasidagi bir orbitida aylanayotgan bu tekshirish apparati o'ziga saplangan odatdan tashqari ultra benafsh ko'rgishning yordamida Quyoshning hozirgacha bo'lgan eng yaqin suratlarga erishgan bo'lib, bu sun'iy hamrohning Quyoshga munosabatli hozirgacha yeshilmagan sirlarni yeshib berishda va yulduzlarning qurilmasini tushunishda tadqiqotchilarga zo'r foydasi bo'ladi ekan. Tadqiqotlarga ko'ra, Afrikaning o'rtasida yangi bir okean shakllanayotgan bo'lishi mumkin. Tadqiqotchilar Efiopiyaning Afar rayonida quruqlikning ikkiga bo'linishi natijasida yangi bir okeanning shakllanayotganligini xabar qildi.
Mazkur yangi okeanning taxminan 5 million yildan 10 million yilgacha oralig'ida shakllanib bo'ladiganligi taxmin qilingan bo'lib, bu hodisaning yer qatlamidagi yuqori o'rlayotgan magmalarning bargancha eshib berayotgan besim kuchi sababidan bo'layotganligi ilgari surilgan. Naql qilingan ma'lumotlarga qaraganda, Sharqiy Afrikadagi Efiopiyaning Afar rayoniga joylashgan bu qism bir-biri bilan intayin asta yiroqlashayotgan 3 tane tektonik bo'laklar birlashgan rayon ekan. Tadqiqotchilar 2005-yildagi yanar tog' portlashi natijasida mazkur rayonda shakllangan yeriq uzunligining 56 kilometrga yetganligini aytgan. Tadqiqotchilar olamning yeshini e'lon qildi. Koinotning yeshi haqida burundan tortib talash-tortish bo'lib kelgan bo'lib, ba'zi ko'z qarashlarda koinot faqat necha ming yillik tarixga ega deyilsa, yana ba'zi ko'z qarashlarda bir qancha million yoshga kirdi deb qaralgan. Amaliyotda olam texmi qeri, texmi koni bir tarixga ega qurilma. Chilidagi rasadxonada ishlaydigan astronomlar koinotdagi aniqlangan eng qadimgi yorug'likni tekshirish orqali koinotning yeshini aniqlab chiqqan bo'lib, bu tadqiqotga asoslanganda koinot taxminan 13 milliard 800 million yildan buyon mavjud bo'lib kelgan. Yaqinda Kosmologiya va astrozarracha fizikasi nomli jurnalda e'lon qilingan ikki parcha maqola qaraganda, tadqiqotchilar koinotda kuzatkili bo'ladigan eng qadimgi yorug'likning olam mikrodolqin orqa ko'rinishini tekshirish orqali koinotning yeshini muvaffaqiyatli holda bekitib chiqa olgan. Mazkur tadqiqot Princeton universitetining rahbarligida 7 davlatdagi 41 institutda xizmat qilayotgan 140 kishidan tarkib topgan tadqiqotchilar guruhi tomonidan elib berilgan bo'lib, tadqiqotda ishlatilgan sonliq ma'lumotlar Chilining Atacama cho'liga joylashgan Atacama olam teleskopidan olingan ekan. SpaceX shirkati Oy va Mars safari uchun tayyorlangan raketasini sinab qildi. SpaceX shirkati tarafidan Oy va Marsga inson va ashyo toshish maqsadida yasab chiqqan g'oyasur raketasi Starship'ning SN5 asli modeli qo'yib berilib 150 metr egizlikka chiqqandan keyin o'ngishli holda yerga qo'ngan. SpaceX shirkati Starship raketasi orqali yiroq masofalik safarlarda odam va yuk to'shishni maqsad qilgan bo'lib, agar hamma ishlar plandagidek bo'lsa, bu shirkat bir qitimdala 100 odamni Marsga elib chiqa oladi ekan, yoki yuk to'shish ishlarida bir qitimdala 100 tonnagacha yuk to'shib oladi ekan. Astronomlar bir olam kepenikining rasmini o'ngishli tortib olgan. Yevropa Janub rasadxonasidagi tadqiqotchilar Vela yulduz turkumiga joylashgan, ko'rgan kishiga kepenakni xotirlatadigan bir sayyorasimon yulduz bulutining rasmini tortib olgan bo'lib, olam kepenaklari ilgari bunchalik tafsiliy kuzatilib boqmagan ekan. Bu olam kepeniki texi portilmagan qadimgi bir yulduzning atrofida shakllangan g'oyasur gaz bulutini o'z ichiga oladi ekan. Mazkur kepenakning ichida ikki markaziy yulduz bor deb qaralayotgan bo'lib, gaz bulutlari markazdan ikki yorug'liq yilgacha kengayotmoqda ekan. Kishini hayajonlantiradigan bu ko'rinish Yevropa Janub rasadxonasidagi VLT teleskopi, ya'ni intayin cho'ng teleskop deb ataladigan teleskop tarafidan suratga tortilgan bo'lib, Chili tog'lariga joylashgan bu teleskop dunyodagi eng ilg'or optikali qurol hisoblanadi. SpaceX shirkatining olam bo'shlig'iga chiqargan 2 astronavti yer shariga qaytib keldi. Bu yil 5-oyda Falcon 9 raketasi orqali olam bo'shligiga qo'yib berilgan Crew Dragon olam kapsuli va uning ichidagi olam uchquvchilari muvaffaqiyatli holda yer yuziga qo'ngan. 5-oyda SpaceX'ning Falcon 9 raketasi orqali xalqaro olam bo'shligi punktiga berish uchun olam bo'shligiga chiqarilgan 2 astronavt olam bo'shligida 2 oyga yaqin turgandan keyin o'ngishli holda yer shariga qaytib kelgan. NASA va SpaceX'ning YouTube kanalida naq maydon tarqatilgan bo'lib, millionlagan kishilar qo'nish paytlarini naq maydondan ko'rib turgan. Olam qatnashi idorasining SpaceX bilan tuzgan to'xtamiga asosan, Crew Dragon yana 6 qitim xalqaro olam bo'shligi punktiga bordi ekan. Bu uchishning tunjisi oldimizdagi 9-oyning oxirida boshlanadiganligi planlangan.